qilamiz. Ushbu nomzod Bulung'ur tuman bo'lim boshlig'i vakant lavozimiga da'vogar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod, o'zingizni tanishtiring. Men Bulung'ur tumani O'simliklar karantini himoyasi agentligi bo'limi fitosanitar nazorat davlat inspektori Narziyev Jasur bo'laman. Gapiring. Nima ish qilgansiz? Hozirgi kunda nima ish qilgansiz? Oldin nima ish qilgansiz? Men 2020-yildan beri karantin bo'limida ishlayman. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Samarqand viloyat bo'limida ishlayman. Tashqi karantin bo'limida ishlaganman. 2020-yildan boshlab tashqi karantin bo'limida ishlab kelaman. Hozirda ichki karantin bo'limida ishlayapman. 2023-yildan beri ichki karantin bo'limida ishlab kelyapman. Hurmatli nomzod, birinchi savolimiz bo'lim boshlig'ining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Bo'lim boshlig'ining asosiy vazifalari o'sha hududdagi karantin obyektlarini asosan nazoratdan o'tkazish, dala yer maydonlarini monitoringdan o'tkazish, nazorat qilish inspektorlarini, boshqarma agentligini topshiriqlarini o'z vaqtida bajarish, Ikkinchi savolim. O'zbekistonda karantin ahamiyatga ega bo'lgan zararli organizmni aytib bering. bular 8 ta zararli organizmlar bor. Kaliforniya qalqondori, Kolorado qo'ng'izi, sitrus oqqanoti, sitrus inli kuyasi, sharq mevaxo'ri, olma mevaxo'ri, piyoz pashshasi. Begona o'tlarni aytingchi. Ular 3 ta: sitrus inli kuya, Ye. zarpechak dovpechak, sudraluvchi kakra, ermon bargli ambroziya. Kasallik ham bormi? Bor. Qanaqa kasallik? Pomidor jigarrang bujmayish kasalligi. Ularni asosiy zararkunandarini aytib beringchi. G'o'zani asosiy zararkunandarini aytib bering. Ko'sak qurti, Xo'p. ildiz qurti, shira pashshasi. Keyin o'rgimchak kana. Shiralarga qarshi kurash bo'yicha tushuncha beringchi. Bunga biologik qarshi kurash. Xo'p. Nima qo'llaymiz biologik kurash bo'yicha? Oltin ko'z. Xo'p. To'g'ri. Iqtisodiy zarar berish mezonidan oshib ketsa-chi? Kimyoviy ishlov ber. Mani boshqa savolim yo'q, aksi savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod.
Bulung'ur Assalomu tumanida alaykum. inspektor bo'lib ishlaysiz ayni vaqtda? Ha, shunday. Ovoz eshitilmayapti, iltimos qaytarib oling. Ha, shunday ishlayman Bulung'ur tuman. Qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Yaqinda hozir keldim Bulung'ur tumaniga. Necha oy bo'ldi? Begisut aka, yuqori nuqta YPX maskanida inspektor bo'lib ishlardi Aha. va Bulung'ur tumaniga qariyb o'tganiga 2 oy bo'lgani yo'qda, hali 1 oycha bo'ldi. Tamam. Inspektorda huquq va majburiyatlari keltirib o'tilgan normativ hujjatda keltirib o'tilgan qaysi asos bo'yicha uni huquqlari va majburiyatlari belgilangan. Ha, 484-qonunda. Aha. 2018-yil 9-iyulda. Qaysi moddalarda? 16-moddasi. 16-moddasida huquqlari, 17-da majburiyatlari belgilangan. Inspektorlar asosan tumanlarda asosiy vazifalarni tartibga soluvchi normativ hujjat qaysi? Vazirlar Mahkamasining 32-sonli qarori. Biz bo'lim boshlig'iga topshiryapsiz nomzodimizni. Biz nazorat funksiyamizni asosan qaysi normativ huquqiy hujjatlar bilan amalga oshiramiz tumanda? Eng ko'p duch keladigan, endi faoliyatingiz davomida tashqida ham ichkida ham ishlagan ekansiz, bu narsaga ko'p duch kelgansiz o'zingizdan. Asosiy shu qonunimiz 484. Aha. Yana qaysi? Keyin 32-sonli qaror. Hop. Sertifikat rasmiylashtirish jarayonlarida bo'lganmisiz? Ichki fitosanitar sertifikat rasmiylashtirish jarayonlarida. To'qson olti B sonli qarorini. Qaror. Kimning qarori? Qaysi vakolatli tashkilot yoki organ tomonidan yoki vazirlik tomonidan yoki agentlik tomonidan chiqarilgan? O'simliklar karantini agentligi tomonidan. Ichki fitosanitar sertifikat rasmiylashtirganmisiz yo'qmi o'zi? Yo'q lekin. Rasmiylashtirmagansiz. Yo'q. Ichki fitosanitar sertifikatni blankasida yozib qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi o'simliklar karantini to'g'risidagi qonuni, shu bilan birgalikda Vazirlar Mahkamasining 65-sonli qarori hamda siz aytayotgan shu agentligimizni rahbarini 2023-yil 16-maydagi 96-B sonli talablariga asosan ichki fitosanitar sertifikat rasmiylashtirilgan. Shunday? Tushundim. Tuman bo'limini vazifalari, tuman bo'lim boshlig'i, umuman tumanda vazifalari qaysi normativ hujjat bilan tartibga solingan? Uch yuz o'n bir edi u. Yaxshi, hurmatli nomzod. Agar mana savollar hozircha shu. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, boshqa berish mumkin. Rahmat. Bizda savol yo'q. Begisut aka, agar ruxsat bersangiz, keyingi nomzodga o'tsak, Qo'shrabot tumaniga. Qanday bo'ladi bu? Marhamat.
Munisa Qobil qizini qabul ushbu nomzod Qo'shrabot tuman bo'limi fitosanitar nazorati davlat inspektori vakant lavozimiga da'vogar. Assalomu alaykum, Begiz aka, Ilyos aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshi. Qani, boshlandimi? Aytdingizmi? Hurmatli nomzod, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Esanova Munisa. Iqtisodiyot pedagogika universiteti biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi. Kelishdan oldin tayyorgarlik ko'rdingizmi? Ha, Nimani o'qiganmisiz gapirib beringchi? Nima, kasallik nimani bilasiz? Hasharotni nimani bilasiz? O'shani gapiring. karantin obyekti. Bu karantin obyekti bu o'simliklarning zararli organizmlari. Karantin obyekti 12 ta turga bo'linadi. 8 ta zararkunanda, 3 ta begona o't, 1 ta kasallik. Aytib bering hammasini. 8 ta sharq mevaxo'ri, Kaliforniya qalqondori, sitrus oqqanot, sitrus inli kuyasi, kamskot qurti, kartoshka kuyasi, Kolorado qo'ng'izi, piyoz pashshasi. Aha. 3 ta begona o't, zardbechak, devbechak, sudraluvchi kakra. Pomidorning hujmayish kasalligi bu bitta kasallik. Davlat inspektorining asosiy vazifalarini aytib beringchi. Qonunda belgilangan 484-moddada qonunda Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-yanvardagi 65-son qaroriga asosan karantin 2018-yil 9-iyuldagi 484-qonuni qarori qabul qilingan. Qaysi moddalar? 484-qonun qaysi moddalarida inspektorni vazifasi, majburiyati belgilangan? 16-17. Begizdagi savollar bormi yana? Mana boshqa savolim yo'q, savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Mehnat faoliyatingiz boshqalarda ham ishlaganmisiz yo birinchi ish joy sifatida topib uchun ushbu boshqarmaga? Ha, birinchi ish. Oldin ishlamagansiz? Yo'q. Boshqarmaga kelganingizda mana shu boshqarma faoliyati umuman davlat inspektori
faoliyati bo'yicha qiziqib o'rganib chiqdingizmi? Ha, o'rganib chiqdim. Aha. O'rganib chiqqan bo'lsangiz, inspektor nima vazifalarni bajaradi asosan? Ishga kirdingiz. Nima vazifalar bajarar ekan? Sizga to'g'ri keladimi? Balkim to'g'ri kelmas. O'rganib chiqdingizmi shu holat bo'yicha? Bunda asosan dalola nazorati platformasida ishlaniladi. Aha. Hududda mana inspektorsiz. Nima vazifalar bajarasiz hududda? Shu bo'yicha hech qiziqib ko'rdingizmi? Ha, qiziqib ko'rdim. Aha. Dala monitoring qilish, prognoz o'tkazish, Hop. bekunlar bo'yicha nazorat o'tkazish. Yaxshi. Mana shu aytayotgan inspektorda vazifasi, olib borilayotgan monitoring tadbirlari qaysi normativ hujjat asosida tartibga solingan? Savol tushunmagan bo'lsangiz qaytadan so'rang. Tushunmadim. Qaytadan aytinglar, savolingizni tushunmadim. Juda qattiq qarab turibdi. Inspektor monitoring olib boratyapsiz, dala nazorati bilan ishlaydi, boshqa umuman vazifalarni sanab o'tdingizda, aynan mana shu qaysi normativ hujjat asosida tartibga solinadi? Chunki biz O'simliklar karantini va himoyasi agentligi amaldagi normativ huquqiy hujjatlar asosida biz nazorat qiluvchi organ hisoblanamiz va bizda davlat inspektorlarimiz bevosita nazorat funksiyasini amalga oshiradi. Aynan mana shuni tartibga soluvchi qaysi huquqiy hujjat asosida ish tashkil etasiz? Vazirlar Mahkamasining 32-son qaroriga asosan Yaxshi. dala monitoring ishlarini olib borish. Yaxshi. Hozircha menda shular, qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. G'alla kasalliklarni aytib bering. Bug'doy kasalliklari bilasizmi? Mm, sariq zang kasalligi, jigarrang zang kasalligi, sariq zang, qo'ng'ir zang kasalligi. Jigar qo'ng'ir mayli. Mm. Nima zararkunandalari bor qani g'allada? Zararli hasba, g'alla katta shirasi, arpa, arrasimon kasalligi. Mayli. Zarar kunandasi. Arrasimon zarar kunanda. Yaxshi, boshqa savollar yo'q. Bo'lmasa qanday tutyapti? Birdan qilyaptimi? Ha, o'zlari sizga javobini yuboradi. Siz o'z ishgingiz bo'yicha javobingizni yuboradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishtirokchilari. Bu singlimiz o'rta maxsuslar, shundaymi? O'rta maxsus ma'lumotlar, bu singlimiz. Ha, hozir tugallanmagan o'qiyapti, 3-kursda o'qiyapti. Ertaga ayol kishi egarlar qiynalib qolmaydilarmi? Mana talablarni o'zlari ko'rayotgan bo'lsalar. Sirtqi ta'lim. Sirtqi ta'lim ekan, sirtqi ta'lim. Xulosa ijobiy bo'lganda qiynalib qolmaydilarmi? Chunki bu yoqda faqat dalada yurish kerak. Fermerlar bilan, tadbirkorlar bilan ishlash. Dalalar sizga ma'qulmi? Dalada yurishingizga ertaga shuni aytyapti. Ertaga yana 2 kun ishlab, 3-kunga men ketaman, menga ma'qul emas degan narsani aytmang degan ma'noda aytyapti. Shu ertaga dalaga chiqasiz, birinchidan, ikkinchidan bog'larning ichiga kirasiz. O'sha yerda borganingizda siz qiz bola sifatida u yerda
erkaklar bo'ladi, har xil o'sha narsalar misolini keltirmoqchi bu kishi sizga. Shu ma'qul bo'ladimi sizga? Ya'ni erta yurga borib 2 kundan keyin menga ma'qul kelmadi deb kirmay yoki dalani ichiga kirmay, dalani chetidan turib olib, bo'ldi men hali qilaman, u yoq bu yoq degan gaplarni qilmang demoqchi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ma'qul. Savol yo'q, endi shuni bilmoqchi edim. Rahmat. Xo'p, rahmat. Boravering. Boravering, sizga javobini jo'natadi. Keyingisi. Bo'ladi, bo'ladi. Kim bo'lsa kelaversin. Hozir borib kirsin, u kelmasa, keyin hozir tugagandan keyin kelmasa bo'ldi, kelmadi, niyatga qilasiz, tamom. Tugatganimizcha kelsa keldi, bo'lmasa niyatga bo'ladi. To'g'rimi Ruslan aka? Bitta Bulung'urdan bitta xodimimiz qo'ygan, o'sha nomzodimiz kelmayapti. Agar hozir yana bitta boshqa xodimimiz bor, u qatnashib tursin aka texnik bo'yicha. Agar kelmaydigan bo'lsa, niyatga qilamiz uni, tamom. Shunday. Bora kiraversin. Chaqiring, borib kiraversin. Kim? Hozir aka texnik bor, Ruslan aka o'tkazaveramizmi? Yo'q, akatani o'zini yo'nalishini o'tkazadi-da, uni biz aralashmaymiz degan, aralashmayamiz. Bo'lmasa aka tirma bo'ladi. Undan bermagan buni. Har bir yo'nalish o'zini mutaxassisi munosib savol javob qiladi-da. Buni hozir qanday qilamiz bo'lmasa? Bu kelganda chaqirtirilgan chaqiring deb. Endi hozir shoshmang. Akataga ham tashalgan bo'lishi kerak sizga. Hozir. Masajonaga akataga tashalganmi? Akata ham boraginda bo'ladi hozir. Hozir shovrat olavchi akata ham ulanadi. Akatani o'zi qiladi. Bo'l, ulaversin, birdan o'tkazaveramiz bo'lmasa buni ham. Ha, hozir nima qiladi? Подключиться qiladi. Nima deb? Aka texnik ulangandir-da. Ulanadi. Izadagi Bobaka. Barizaga как вы здравствуйте? Как настроение? Suhbat bor ekan, qatnashasizlarmi buni? Turkiston viloyat rahbari oldindan jamoat. Ular viloyatga katta xodim olmayotgan ekan. Hozir gaplashamiz. Yo'q, hozir gaplashamiz. Sizga bor-da, maqsadaga tashlamadimi? Hozir aytaman tashlaymiz. Tashlaganda Ibrohimga tashlaganmiz. Buni o'yin qilmang. Qatnashinglar. Vaqt yo'q. Bo'pti, ha, masalani yechilganda bo'layaptimi? Masalan, bo'lsa o'zi suhbat qilasizlar. Bo'lmasa yo'q. Ben qatnashing sizni man izadagi vaqtni o'tkazasiz. Bulung'ur tumani shu bosgan shu. Chiqarasiz. Maqsadaga barchaga qatnashadigan o'sha messenjani shunday tashabbus bo'ldi. Ya bo'ldi aka. Masalasini yechiversinglar, ularni. Tayyor bo'lib tursin, keyin sabab. Vaqt o'g'ri. Ben Bulung'ur tumanıma chiqib ketmayapti. Navro'zaga hozir aytdim, kiryapti shu. Bo'ldi, kiraversin, bu ham shu hozir birdan o'tkazib yuboramiz. Keldimi biz yigitimiz? Keldi u ham. Konusini o'tkazib turaverib, ungacha qo'shiladi. Kutib
qaysi lavozimga Isroilov Sarvar Assalomu alaykum. Men Isroilov Sarvarbek, 24 yoshdaman. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filialini 2024-yilda tugatganman. Yo'q, keldi mana u. Yo'q, anaqa kirmadimi? Kim kiradi? Yo'q, kirmasa bu yoqda qo'yaverish kerak. Hadi qani. Ruslan aka aketishlik keldimi? Aketishlik o'tkazamizmi yo anada o'tkazamizmi? Bulung'urda. Farqi yo'q, hozir o'tirgan nomzodimiz qaysi lavozimga o'tkazib yuboramiz. AKTga mi yetamiz? Ha, bu kishi aketishlik. Ishtixon tumaniga aketi bo'limga. Ekata qo'rg'ondan. Bilmayman, bilmayman. Izzat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka sizga tashladimi? Shu kutib turibdi bo'lyapti yo'q. Yigit savollarga javob beraman deb shart bo'ldi. Ha, shu tezlashtirib o'tkazish kerakmi? Ular ozgina silkani kech olgan, shuning uchun ozgina nima bo'ldi-da. Bo'lmasa Bulung'urda o'tkazaveramizmi paka Ruslan aka? Shunday qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ulanaman deguncha, keyin ular o'zi qolib o'tkazaveradi. Bo'lmasa Bulung'urda o'tkazaveramiz, ha? Ha, shunday qilamiz. Vaqt qo'ymay turaylik, hozir mana Bulung'ur tuman bo'lim boshlig'i Qurbon Bu yerdan keling. Assalomu alaykum. Men Allayarov Musa Qurbonboyevich, Bulung'ur tumanida 1991-yil tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Samarqand qishloq xo'jaligi institutini 2015-yil tugatganman. Mutaxassisligim agronom. Hozirgi ish joyim Bulung'ur tuman hokimligi qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari bosh mutaxassis bo'lib ishlayman. Marhamat, savollar bo'lsa. Shod aka, Ruslan aka. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Sizga birinchi savolim, siz lavozimingizni qo'ygan, nomzodingizni qo'ygan lavozimni to'liq nomi, tashkilotning to'liq nomini aytingchi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi. Samarqand viloyati boshqarmasi Bulung'ur tuman bo'limi. Inspektorlikami, prognozgami, bo'lim boshlig'ligami? Bo'lim boshlig'i. Bo'lim boshlig'ining asosiy funksiya, vazifalari nimalardan iborat hamda qaysi normativ hujjatlarda ko'rsatilgan? Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol, hurmatli nomzod, bog' zararkunandalari va kasalliklari. Bog' zararkunandalari va kasalliklar. Ha.
Oxirgi savolim sizga hurmatli nomzod. Kimyoviy vositalar guruhlarini aytib beruvchi. tushunmadim. Kimyoviy vositalar guruhlari. Kimyoviy vositalar guruhlari Ha, sizga yana yengillashtiraman. Gerbisidni zararkunandaga qo'llaymizmi yoki zamburug'mi? gerbisidni Zamburug'mi, zararkunandagami? Yanada osonroq qilamiz. Zararkunandani so'rovchisigami yoki zamburug'ni hosil qiluvchi qaysi biriga qo'llaysiz? zararkunanda Hurmatli nomzodga boshqa savolim yo'q. Gerbisda begona o'tlarga qarshi qo'llaniladi. Savollaringizni marhamat. Shuhrat Zamovich, Zamirovich. Marhamat savol. Shuhrat aka, savollar bormi? Assalomu alaykum. Mana birinchi savolim. G'allani asosiy zararkunandalarini aytib bering-da. g'allani asosiy zararkunandalari Mikrofonga yaqinroq gapiring. zarar g'allani asosiy zararkunandalari bu O'qib tergalib ko'rib kelmadingizmi? qaydan boshladi? Tergab ko'rdimi? Mani boshqa savolim yo'q. Rahmat. Salomat bo'linglar. Shuhrat aka, savol bormi? Assalomu alaykum, Shomurat aka. Yaxshimisiz Shuhrat aka? Marhamat, savol bo'lsa agar. Sog'ligingiz yaxshimi? Uzr. Yig'ilishimiz bor edi, 3 ta rahbar yig'ilish qilyaptilar. Xorazmda. Ha, eshitib keldim mana Shavkat aka gapirib kelyapti ekan. Toshkent viloyatidan Xorazm rahbarlari kelgan. Xo'p, nomzodlar ko'rib chiqdik aka, yigitlar o'z suhbat qildi. Mana suhbat yo'nalishi bo'yicha bilim saviyasi, vakant, lavozim uchun mosligi, strategik fikrlash va dunyoqarashni umumiy yig'indisini olyapmiz. Siz o'zingiz viloyat rahbari sifatida ish beruvchisiz. Mana bu qizimiz 3-kurs talabasi ekanda, biologiyada sirtqishdi. Ne? Hozirgi qonunchiligimizda bu mumkin, taqiqlanmagan. Samarqandda o'zida o'qiydimi? Ha, Samarqandda o'zida o'qiydi, ha, shu yerda. Chunki Sirtqidan o'qiygan, sirtqidan demoqchi. da tushundim. Hozir bizda xabaringiz bo'lsa, davlat nazorati dasturimiz bilan platformalarimiz o'sha 7 kunda blokka tushadi. Ko'p hollarda mana shu o'qiydigan inspektorlarimiz blokka tushib qolyapti qizil bo'lib. Rahbardan e'tiroz bo'lyapti. Nimaga bu qizilga tushgan? Bu o'qishda. Bizda necha foiz o'zi o'qiydi? 1156 ta inspektorda necha foiz o'qiydi? Mana u 3% yo 5% degan javob aytganimizdan keyin mana shu narsalarga ham e'tibor qaratinglar deyapti-da. Ertaga aynan ish payti ular o'qishi bo'lib qolsa, vegetatsiya payti o'qishi bo'lib qolsa, bu bizga ishimizni orqaga tortadi deganlar. O'shanga sizdan so'ramoqchi bo'lganim, Toshkentda o'qishi ham mumkin-da u. Yo'q, Samarqandda o'qiydi, keyin o'zidan mana shu yerda savol javob qilindi. Ruslar aka ham shu savolni berdi. Erta qiynalib qolmaysan, men qiz bola ekansan. Temol mana shunaqa o'qishadi deganda, yo'q, hammasini joy-joyida bajaraman deb va'da qilyapti. Bu men o'zim ham gaplashganimda shunaqa va'da berdi menga. Bironta srif qilmayman, haligi qilmayman deb. Endi ishlashga ishtiyoqi bor. Yoshlarni ishlatishimiz kerak. Endi bizlarga ham topshiriqlar bor. Yoshlardan so'rab ishlatinglar degan joyini xabaringiz bor. Shuning uchun ma'qul ko'rdik. Shuning uchun qarang, savol javoblarga ham yomon emas, savollarga ham endi boshqalarga nisbatan ko'ra o'tiribman. Juda savollarga yaxshi javob beryapti. Hozir Allayor Musa Qurbonaliyevich o'tiribdilar. Shunday, ha, shu kishi o'tiribdi. Hurmatli nomzod, sizga berilgan savollarga e'tiroz yo'qmi? yo'q, e'tiroz yo'q. Suhbat natijasini kadrlar bo'limi orqali yuboramiz. Salomat bo'lasiz. Siz chiqib ketaversangiz bo'ladi.
Shomurod aka, suhbat natijalarini tushunarli. yana bittamiz bor Shuhrat aka, yana aytishligimiz ham borda bitta. Bunga Izzatbek qatnashyapti, hozir ulanadi. Ulangan o'zi. Chaqirsalaringiz bo'ladi suhbatga. Ulangan bo'lsa keling. Ulanganmi Izzat aka? Ha, Izzat aka. Shuttimi? Assalomu alaykum Izzat aka. Agar Assalomu alaykum. ulangan bo'lsangiz biz chaqirib savol javob qilaveramiz. Endi o'sha Katta Qo'rg'onga ancha vaqtdan beri anavimiz aktivligimiz yo'q edi. Shuni olib ma'qul kelyapti, shuni ko'rib turibmiz. Bo'ldi aka. Xo'p. Topshirgan. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Qancha o'zingiz haqida gapiring, qayerda bitirgansiz? Oxirgi joyingiz. Assalomu alaykum. Men Sarvar Isroilov. 2024-yil Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali Computer Engineering at Service yo'nalishini tamomlaganman. Qayerda ishlagansiz? Rasmiy ish joyi ishlamaganman shu 1 yil davomida. Computer engineering dedingiz-a? Ha. Рабочий. Xo'p, demak, nima bu aynan computer engineering qaysi yo'nalish bo'yicha? At Service. Nima? At Service. App service. Tushunarli. Xo'p, hozir bildingiz vakant qayerga berganingiz. U yerda aynan asosan ko'pincha 3-4 ta kompyuter tarmog'iga qaraysiz, kompyuter ish holatiga va agentlikning bir nechta axborot tizimlari bor. O'shanda ma'lumotni kiritish bo'yicha ish olib borasiz. Hop, birinchi savolim o'zi mana qiziqdingizmi o'zi agentlikning qanaqa axborot tizimlari bor ekan? Dala nazorati platformasi bor ekan. Mhm. Unga barcha shu inspektorlar to'ldirib o'zlarini vazifalarini bajarib borar ekan. Mhm. Yana? Keyin yana EFITO tizimi bor ekan, keyin agroko'makchi, yana 2 tami, umumiy 5 tami tizim bor deb eshitgandim. Tushunarli. Xo'p, lokal tarmoq nima? Uni qurish uchun qanaqa qurilmalar kerak bo'ladi sizga? Lokal tarmoq. Local area network bu mahalliy kichik tarmoq. Buni qurish uchun bizga bor yo'g'i bitta kompyuter, 2 ta kompyuter kerak bo'ladi. Minimum. Hop, ularni vazifasini tushuntirib bering menga. Bog'lanishmi? Nimani vazifasini aytyapsiz-ku? Qurilmalar kerak bo'ladi, nima kerak bo'ladi? 3 ta kompyuter bor. 3 ta kompyuter qurish uchun sizga nima kerak bo'ladi? Kabel kerak bo'ladi, to'g'rimi? Bizga UDP kabeli kerak bo'ladi. Nima? Yana nima kerak? Bitta switch yoki router. Nima u switch o'zi? Switch marshrutizator vazifasini bajaradi. Bu xabarni aniq o'sha qurilmaning MAC adresiga to'g'rilab yuboradi. Xatdan farqli o'laroq. MAC adresi nima edi o'zi? Nima? MAC adresi o'zi nima edi? MAC adres qurilmaning fizik yagona adresi. O'zgarmas. Xo'p, raqamli hukumat, elektron hukumat degan tushunchalar bor. Ular nima o'zi? Raqamli hukumat, elektron hukumat. Elektron hukumat hamma narsalarimiz hozir masalan uchun Megovdagi kabi raqamlashtirilib boryapti elektron tarzda. Davlat xizmatlari. Tushunchangizni ayting, bilganingiz mana. Bu nomi bilan turibdi. Raqamli tarzga bosqichma-bosqich o'tib borilyapti o'zimizda. Hop, elektron hukumatdan biz raqamli hukumatga o'tamiz, to'g'rimi? Shunday. Bo'ldi, rahmat, boshqa savollarimga. Savollar bormi? Bizda yo'q. Shomurod aka agar viloyat studiyasida bo'lsa marhamat, AKP xodimi. Assalomu alaykum. Sizga Alaykum.
Xudoberdiyev Sanjar, Samarqand viloyat boshqarmani aktiv bosh mutaxassis. Mani savolim shunday iboratki, himoyalangan tizim degani nimani tushunasiz? Himoyalangan tizim, Da. himoyalangan tizim. Misol uchun VPN tarmog'ini olishimiz mumkin. Himoyalangan tashqi nimadan xususiy tarmoq tashqi nimaga chiqishni ichki nimani tashqi internetga bog'lab beradi. Himoyalangan. Xo'p, ikkinchi savolim. Domen so'zini eshitganmisiz? Domen Nima vazifani bajaradi domen? Va qayerlarda ishlatiladi? domen asosan saytlarning internetdagi nomi, IDC deyishimiz ham mumkin. Hozirgi kunga eng ko'p tarqalgan operatsion tizim haqida gapiring. Eng ko'p tarqalgani o'zimizda Windows operatsion tizimi va tarmoq uchun ko'proq Linux operatsion tizimlari ishlatiladi. Savol. Rahmat. Boshqalarda savol yo'qmi? Bo'ldi, o'zi nomzod siz chiqavering, siz anongizga ichkangizga yozib jo'natib yuboriladi. Bu to'g'risida ma'lumotlar olasiz. Boshqa nomzod qolmadimi? Boshqa nomzodlar hammasi kelib bo'ldi, ko'rib chiqildi. Endi o'sha baholaringiz haligi bersangiz, shunga qarab unisini qilamizda. Natijasi bo'yicha. Ho'p. Yuboramiz Shomurodga. Aha, xo'p. Rahmat hammaga. Mayli. Rahmat.